Voy, murabbo mog'orlabdi. Mayli endi. Ey, nima qilyapsiz? Mog'orni aslo yeb bo'lmaydi-ku. Mog'orning o'zini emas, yonidan ozgina oldim xolos. Go'zalim, mog'or bu zamburug'. Siz ko'rib turgan yumshoq tukli narsa bu faqatgina muzlikning tepasi xolos. Aslida esa u allaqachon mahsulot ichiga o'z ildizlarini yoyib bo'lgan. Mayli, men uni qaynatib yuboraman. Bu yordam bermaydi. Mog'or bemalol qaynatishga ham, hattoki radiatsiyaga ham bardosh beradi. Voy, axir uvol bo'ladi-ku. Aha, keyin esa turli kasalliklar, ichaklar buzilishi, qorin shishlar va zaharlanishlardan hayron bo'lasiz. Bilasizmi, hattoki o'limga olib keladigan mog'or turlari ham bor. Tushundim. Endi unday qilmayman. Rahmat sizga, Dilnoza Shahriyorovna.